davomat bilan tanishtirib marhamat. Guruh sardori bugungi darsga hamma tayyormi? Davomat haqida ma'lumot bering marhamat. Bugun darsga hamma tayyor, davomat 100%. Rahmat. Bugungi darsimiz mavzusi vitamin preparatlari mavzusi. Bugun sizlar bilan ushbu mavzu haqida gaplashamiz. Endi esa sizlarni hozir ikkala kichik guruhga bo'linganingizni ko'ryapman va har bir guruh o'z guruh nomlanishiga ta'rif bersin. Marhamat, kim beradi? Guruh sardori o'z guruhingiz haqida ta'rif bering marhamat. Biz guruhimizni yog'da eriydigan vitaminlar deb nomladik va o'z oldimizga maqsad va shiorlarimizni belgilab olganmiz. Bizning shior vitamin sog'lom kelajak kaliti. Bizning maqsad vitaminlar orqali sog'lom hayotga erish. Rahmat. Ikkinchi kichik guruhimiz o'z guruhingizni nomlanishiga ta'rif bering. Guruhimiz nomini suvda eriydigan vitaminlar deb nomladik. Bizning shior sog'lig'ingni asra, vitaminlar tanla. Bizning maqsad har kuni vitaminlar sog'lik. Rahmat. Bugungi mavzumizga o'tishdan avval sizlar bilan o'tilgan mavzuni takrorlab olamiz. O'tilgan mavzu sizlarga uyga vazifa sifatida mustahkamlash berilgan edi. Shundaymi? Hamma tushunib oldimi? O'tilgan mavzumizning baholash sistemasi bilan sizlarni tanishtirib o'taman. Bugungi baholash mezonlari ushbu tarzda olib boriladi. O'tilgan mavzumuz asalari galasi usulida olib boriladi va asalari galasida har ikkala guruh o'quvchilari, kichik guruh o'quvchilari mavzuni yaxshilab o'qigan holda undagi savollarni mazmunli va sifatli qilib tayyorlab kelishi kerak edi raqib jamoaga. Menimcha hamma savollar tayyor. Tayyorlab keldingizmi? Rahmat. Ikkinchi usulimiz bugun ikki guruhli kundalik usuli. Unda yangi mavzuning mazmun mohiyatidan kelib chiqqan holatda sizlar qay darajada mavzuga tayyorsiz va o'qituvchi tomonidan belgilangan, ko'rsatilgan ma'lumotlarni qay darajada eshitib, tinglab o'tirganligingizni sinovdan o'tkazamiz va ushbu mavzu yuzasidan beriladigan savollarga siz kundalik ikki qismli kundalik uslubi orqali javob berishlaringiz, yozma tarzda javob berishlaringiz lozim bo'ladi. To'liq qilib yozilganga a'lo, bilamiz. Agar kamchiliklar bo'ladigan bo'lsa, bugun hech kim haqqa yoki jarima kartochkalarini olmaydi degan umiddaman. Va sizlarga agarda asalari galasi usulida har ikkala jamoa mavzuni yaxshilab o'qigan holda ularning ichidan mazmunli savollarni tuzib kelishi kerak edi. Menimcha savollar tuzilgan. Har bir guruh, kichik guruh o'z savollarini raqib jamoaga o'qib eshittiradi va sizlar zudlik bilan savollarga javob berishingiz kerak bo'ladi. Agarda sizlarda to'g'ri javob bo'lmasa, siz o'z guruhingiz ishtirokchilari qaysidir biringiz savollarga o'zingiz javobini berib, rabot kartochkasini o'zingizga olishingiz mumkin. Ushbu metod ushbu usulda baholanadi, ya'ni asalari galasi metodida kimdir, qaysi o'quvchi yaxshi faol va to'g'ri javobni beriladigan bo'lsa, asalari sizlarni o'zining bochka to'la asali bilan taqdirlaydi va rabot kartochkasi sizga nasib etadi. O'ylaymanki, hech kim jarima kartochkasi olmaydi bugun. Darsga hamma faol, menimcha shundaymi? Albatta. Barakalla. Unday bo'lsa, bugungi metodimizni o'tilgan mavzuni mustahkamlash bilan boshlaymiz. Asalari galasi bu ikkala jamoani savollaringiz joyidami? Marhamat. Qarshi tomondagi jamoaga o'z savollaringizni o'qib eshittirasiz. Javoblar tezkorlik bilan berilishi lozim. Bu ham inobatga olinadi. Agar o'zingizda javob bo'lmaydigan bo'lsa, uni guruhingizdagi boshqa bir talaba to'ldirishi mumkin yoki siz o'zingiz savolingiz javobini to'liq qilib bayon qilib ketishingiz mumkin. Marhamat. Bazedov kasalligining qanday preparatlari mavjud? Marhamat. Kirastatikadan miltazolid, tiamazol, propiltirurasid, yod preparatlaridan kaliovit, yugot eritmasi, radioaktiv yod. Rahmat. Javob uchun. Mineral va partikoidlar haqida tushuncha.
Marhamat. Mirakotikoidlar bu buyrak usti bezida ishlab chiqarilgan gormonlar bo'lib, organizmda suv va tuz muvozanatini hamda qon bosimini boshqaradi. Rahmat. Javob uchun. Kalqonsimon bezining gormon preparatlari. Epraksin 100 ml bo'lib, bir tabletkadan bir mahal tireadin kukun shaklida bo'lib, 0,5 1 grammdan 2 mahal beriladi. Merkazalin 0,05 bo'lib, bir tabletkadan bir mahal tireadin bir ampula shaklida bo'lib, 1 grammdan kun ora tartibda beriladi. Tavsiya etiladi. Rahmat. Keyingi savolga o'tamiz. Kalqonsimon bez qayerda joylashgan? Marhamat. U bo'yinda uzoq tog'aylari sohasida joylashgan ikki palla va bo'yinchadan iborat. Rahmat. Javob uchun. Marhamat. Keyingi savolingizni o'qib eshitting, marhamat. Oshqozon osti bezining gipofunksiyasi qanday namoyon bo'ladi? Marhamat. Oshqozon osti gipofunksiyasi bu ovqatdan keyin qorindan bo'lishi, ishtahaning pasayishi, vaznning kamayishi, vitamin A dagi yetishmovchiligi, bunday holatlarda qat'iy diabet paydo bo'ladi. Rahmat. To'g'ri javob. Rahmat kartochkasi. Jinsiy gormonlar haqida tushuncha. Kim javob beradi? Marhamat. Jinsiy gormonlar bu organizmda ikkilamchi jinsiy belgilarni boshqaruvchi biologik faol moddalar hisoblanadi. Erkaklik jinsiy gormonlari testosteron vazifasi erkaklik jinsiy a'zolarining rivojlanishi, soqol mo'ylovlar chiqishi, ovozning dag'allashishi, sperma hosil bo'lishi. Ayol jinsiy gormonlari estrogenlar vazifasi ayol jinsiy a'zolarining rivojlanishi, ko'krak bezining rivojlanishi, hayzning boshqarilishi. Progesteron vazifasi homilaning saqlab turish, bachadonni homilaga tayyorlash. Jinsiy gormonlarning umumiy me'yorda bo'lishi umumiy salomatlikni ta'minlaydi. Rahmat. Sizlar mazmunli va to'liq javobingiz uchun marhamat. Buyrak usti bezi haqida tushuncha. Kim javob beradi? Marhamat. Buyrak usti bezi bo'lib, o'zidan gormon ishlab chiqaradi. Bu buyrakning yuqori qismida joylashgan bor, ikki qismga bo'linadi. Po'stloq va mavz qism. Aha, rahmat. Kalqonsimon bezining gipofunksiyasi qanday namoyon bo'ladi? Marhamat. Gipotiroz miksedema kasalligi katta yoshdagi odamlarda kalqonsimon bezining pasayishi natijasida yuzaga keladi. Bunda bemor holdan toladi, uyquchan bo'lib, terisi qurib, sochlari sinuvchan bo'ladi. Kam ovqat yesa ham ko'p vazn to'playdi. Aha, rahmat. To'g'ri javob. Tiotironin gormoni nimaga ta'sir qiladi? Kalqonsimon bezining faol gormoni bo'lib, bu tanadagi metabolizm, tana harorati, o'sish va rivojlanish jarayonlariga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatadi. Rahmat. Marhamat. Glyukokotikoidlar haqida tushuncha. Marhamat. Bu buyrak usti po'stloq qismida ishlab chiqariladigan steroid gormon. To'g'ri javob. Prednizolon gemli subsinat qanday shaklda ishlab chiqariladi? Prednizolon gemli subsinat dori vositasi inyeksiya uchun kukun va ampula shaklida ishlab chiqariladi. Og'ir shok va allergik holatlarda qo'llaniladi. Aha, rahmat. Javoblar to'g'ri, barchasi. Rahmat. Sizga ham rahmat. Endi ikkinchi guruh raqib jamoangiz o'z savollaringizni o'qib eshittirasiz. Marhamat, tayyor turing va rag'bat kartochkalarini egasi bo'lishga harakat qiling. Marhamat. Savol. Buyrak usti bezi nechta va qaysi qavatlardan iborat? Marhamat. Buyrak usti bezlari ikki qavatdan, ichki miya qismi va tashqi po'stloq qismidan iborat. Ichki miya qismi adrenalin gormonlarini ishlab chiqarsa, tashqi po'stloq qavati kortizol steroid guruhdagi gormonlarni ishlab chiqaradi. Ular ham 3 guruhga bo'linadi. Glikokortikoidlar, mineralokortikoidlar va jinsiy gormonlarga bo'linadi. Barakalla, to'g'ri javob. Ikkinchi savol. Oshqozon osti bezining gipofunksiyasi qanday preparatlar ta'sir etadi? Marhamat. Osti bezining gipofunksiyasida o'rnini bosuvchi preparatlar qo'llaniladi. Endokrin yetishmovchiligida ferment preparatlari, pankreatin, bezifesal, endokrin yetishmovchiligida esa insulin preparatlari ta'sir etadi. Keyingi savolga o'tamiz. Ikkinchi savol. Insulinning ta'sir mexanizmini ayting. Insulinning ta'sir mexanizmi. Marhamat. Insulinning ta'sir mexanizmi u me'da osti bezi ajralib chiqib, qondagi qon miqdori yuqori bo'lganda insulin reseptorlariga birikadi va hujayralarga glyukozani kirishini rag'batlantiradi.
Neticede konudaki kan miqdori pasayadi. Keyingi savol. Oshqozon osti bezining qanday preparatlari bor? Qanday preparatlar bor? Marhamat. Benzin, radioaktivlik, simetanin, omeprazol, kantrigal, trasilon. To'g'ri. Keyingi savol. Qalqonsimon bezining giperfunksiyasi qanday namoyon bo'ladi? Qalqonsimon bez giperfunksiyasi bez gormonlar ko'p ishlab chiqarganda namoyon bo'ladi. Bunda esa asabiylashish, uyqusizlik, qon bosimi ko'tarilishi, yurak tez urishi bilan qo'l oyoqlarda titroq paydo bo'ladi. Rahmat. Kortikosteroidlar nimadan hosil bo'ladi? Kortikosteroidlar xolesterindan hosil bo'ladi. Ular bo'ylak usti bez po'stloq qismida sintezlanadi. Rahmat. Merkazalil gormonini qanday nojo'ya ta'sirlari bor? Kim javob beradi? Merkazalil gormonining nojo'ya ta'sirlari bosh og'rig'i, ko'ngilda aynish, qushish va holsizlik kabi nojo'ya ta'sirlari bor. Rahmat. Keyingi savol. Merkazalil gormoni nimaga ta'sir qiladi? Kim javob beradi? Marhamat. Merkazalil gormoni bu qalqonsimon bez gormonlarida tiroksin va tiroidin gormonlarini pasaytirishini hosil qiladi. Rahmat. Javob. Keyingi savol. Paratiroidin gormoni nimaga ta'sir qiladi? Paratiroidin gormoni organizmda qalqonsimon bez olti bezlardan tomonidan ishlab chiqariladigan gormon bo'lib, organizmda kalsiy va fosfor miqdorini normada tutuvchi parapepsid gormondir. Rahmat. Savollarga to'g'ri va aniq javob berildi. Rahmat. Rahmat. Bugungi mavzu yaxshi mustahkamlangan. Sizlarga rahmat. Bugungi mavzumizni ham diqqat bilan tinglashingizni talab qilaman. Sizlardan iltimos qilaman. Bugungi mavzumiz vitamin preparatlari mavzusi. Va ushbu mavzuni sizlarga slayd namoyish usulida ko'rsatib beraman va ma'lumotlarni diqqat bilan tinglang. Va bu ma'lumotlarni qay darajada tinglaganingiz, uyga vazifani qay darajada bajarganingiz dars oralig'ida sizlardan so'rab olinadi. Bugungi faolliklaringizni qay darajada tayyorgarliklaringizdan bilib olamiz. Demak, bugungi darsimiz vitamin preparatlari mavzusi. Vitamin preparatlari mavzusi rejasi bilan sizlarni tanishtiraman va ushbu reja asosida sizlarni bugun shunaqa ma'lumotlar bilan tanishtirib o'taman. Vitaminlar haqida tushunchaga ega bo'lamiz. Vitaminlarning turlari: suvda eriydigan vitaminlar, yog'da eriydigan vitaminlar va vitamin preparatlarida zaharlanishlarda yordam choralari haqida bugun gaplashamiz. Xo'sh, vitamin o'zi lotincha so'zdan olingan bo'lib, vita hayot degan ma'noni bildiradi. Dori-darmon hayot uchun muhim bo'lgan organik birikma hisoblanadi. Vitaminlar tirik organizmning hayot faoliyati va normal moddalar almashinuvi uchun juda zarur bo'lgan organik birikma hisoblanadi. Ovqatda vitaminlar yetarli bo'lmaganda odam salga charchaydi, ishtahasi va mehnat qobiliyati pasayadi, jahldor bo'lib qoladi, ba'zan og'ir kasalliklar yuzaga keladi. Vitamin sog'lik, yaxshi kayfiyat, o'sish, nasl qoldirish va organizmning infeksiyaga chidamini oshirishni ta'minlashda hayotiy muhim, o'ziga xos funksiyalarni amalga oshirish uchun kerak bo'ladigan organik birikma hisoblanadi. Hurmatli talabalar, vitaminlar organizmda juda muhim o'rinni egallaydi. Ular kasalliklarga qarshi kurashish qobiliyatimizni, ya'ni immun tizimimizni bizga yaxshilab beradi va vitaminlar qay darajada kerak bo'lmasin, ular lekin kam miqdorda organizmga kiritilishi lozim bo'ladi. Har bir mahsulotni normasi bo'lgan yaxshi. Xuddi shu kabi vitaminlar juda kerakli organik birikma bo'lishidan qat'iy nazar, ular ham normada organizmga kiritilishi lozim. Ushbu rasmda siz qaysi vitamin qaysi mahsulotlarda jamlanganligini ko'rishingiz mumkin. Vitaminlar klassifikatsiyasiga ko'ra ikkita katta guruhga bo'linadi. Suvda eruvchi vitaminlar va yog'da eruvchi vitaminlar guruhiga bo'linadi. Suvda eruvchi vitaminlar guruhiga vitamin B guruh preparatlari, vitamin PP, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12,
o'simlik vitaminlari, C vitaminlari kiradi. Yog'da eruvchi vitaminlarga vitamin A, vitamin D, E, K vitaminlari kiradi. Endi sizlarda savol tug'ilishi mumkin, nega aynan suvda yoki yog'da eruvchi vitaminlar deya nomlangan? Suvda eruvchi vitaminlar organizmda suvda eriydi va organizmda to'planib zaxira hosil qilmaydi. Ularning ortiqchasi buyrak yo'li orqali chiqib ketadi va suvda eruvchi vitaminlarda zaharlanishlar kam bo'ladi. Yog'da eruvchi vitaminlar esa aksincha ortiqcha miqdori organizmda va organlarda to'planib qoladi va ular zaharlanishlarga ko'proq sababchi bo'lishi mumkin. Albatta, ortiqcha me'yoridan, ortiqcha bo'lgan taqdirda. Xo'sh, o'smirlik davrida vitaminlar qanday o'rin tutadi? O'smirlik davrida vitaminlarning yetishmovchiligi jismoniy va aqliy ish faoliyatining sustlashuvi, toliqish va immunitetning pasayishi, yuqumli kasalliklarga moyillikning oshishi bilan namoyon bo'ladi. Endi suvda eriydigan vitamin moddalar haqida ma'lumot beraman. Vitamin B majmuasi suvda eruvchi vitaminlar guruhiga kiradi. Shu jumladan vitamin B1, tiamin, o'simlik va bug'doy, hayvonot mahsulotlarida, sholi, no'xat, achitqilarda, jigar, buyrak, go'sht, tuxum, sarig'i va boshqalar tarkibida uchraydi. Faol tiamin va moddalarga aylanadi. Tiamin yetishmovchiligida uglevodlar almashinuvi izdan chiqadi. To'qimalarda sut kislota va pirozin kislota to'planib qoladi. Yurak markaziy va periferik nerv sistemasi hayotiy faoliyatini buzishga olib keladi. Agarda vitamin B1 organizmda yetishmagan taqdirda. Vitamin B1 yetishmovchiligi turlarida beri-beri kasalligi vujudga keladi. Bu degani nerv sistemasi shikastlanadi, mushaklar bo'shashadi, yurak, me'da, ichak faoliyati buziladi. Tiamin bromid va tiamin xlorid gipovitaminoz va A vitaminozni oldini olish va davolash maqsadlarida ishlatiladi tibbiyotda. Vitamin B2 riboflavin deb eshitganmiz. Ko'p miqdorda sut, qatiq mahsulotlari, tuxum, jigar, buyrak, boshoqli don mahsulotlari tarkibida uchraydi. Flavin manipulyat flavin adinukleoidga aylanadi. Ko'z faoliyatidagi gemoglobin hosil bo'lishida riboflavinning ahamiyati juda katta. Riboflavin yetishmovchiligida ishtaha pasayadi, bosh og'riydi, teri, ko'z qichishi, og'iz burchaklarining bichilishi, og'iz quriydi, til qizaradi, bemor yorug'likka qarashga qiynaladi. Konjunktivit blefarit paydo bo'ladi. Vitamin B5 pantotenat kislota. Tabiatda juda ko'p tarqalgan nomi ham pantoten. Har joyda degan ma'no shundan kelib chiqqan. Bular organizmda pantotenat kislota, koferment yoki koenzim A tarkibiga kiradi. Pantotenat kislota ichakdan kaliyning so'rilishini, sinapslarda qo'zg'aluvchanlikni o'tishini yaxshilaydi. Folat kislota ham B guruh majmuasiga kiruvchi vitamin hisoblanadi. Ya'ni bular ko'p miqdorda sabzavotlarda mavjud. Avval ismaloq bargida, keyin sabzavotlar, sabzi, pomidor, salatdan olinadi. Folik kislota jigar, buyrak, tuxum, pishloqda mavjud. Sintez yo'li bilan olinadi. Organizmda ichak mikroflorasini faol ishlashiga olib keladi. Vitamin B12 sianokobalamin nomi bilan mashhur, ya'ni tabiatda mikroorganizmlardan organizmda yo'g'on ichak mikroflorasida hosil bo'ladi. Vitamin B12 oshqozon va 12 barmoq ichak devoridagi alohida moddalar to'qimalarga, a'zolarga tarqaladi. Vitamin B12 yetishmovchiligida megaplastik anemiya kelib chiqadi. Bu kasallikda qon, me'da-ichak va nerv sistemasi jarohatlanadi. Sianokobalamin yetishmovchiligida yuqorida keltirgan kamqonlik kasalligida o'rinbosar davolash uchun qo'llaniladi. Ya'ni barcha vitaminlar asosan organizmga ovqat mahsulotlari orqali kiradi va sog'lom ovqatlanish quyidagi oziq moddalar
bo'lishi shart. Tarkibida oqsillar, yog'lar, uglevodlar, vitaminlar va mineral moddalar yetarli darajada bo'lsagina bizda kasalliklar yuzaga kelmaydi. Ya'ni nima? Sog'lom ovqatlanishga ahamiyat berishimiz kerak. Endi vitamin C askorbin kislotasi nomi bilan mashhur. Vitamin C, askorbinoid kislota birinchi marta 1927-yilda qoramollar buyrak usti bezidan olingan. Asosan karam, ko'k piyoz, limon, apelsin, smorodina, namatak mevalarida mavjud. Vitamin C sintez yo'li bilan ham olinganda organizmda hosil bo'lmaydi. Vitamin C ning biologik ahamiyati juda katta. Vitamin C organizmda biz bilamiz qon tomirlarining mo'rtlashuvidagi davolashda, qon tomirlarini kengaytirishda, yallig'lanishlarga qarshi ishlatilishida, ishtaha oshiruvchi va immunitetni ko'tarib beruvchi xususiyatga ega vitamin hisoblanadi. Askorbin kislotani qo'llanilishi gipovitaminozda, gemorragik diatezda, gipoxromanemiyada, burun, o'pka, jigar, bachadondan qon ketganda, suyak singanda, bitishish qiyin bo'lgan yaralarda, allergik holatlarda, organizmning yuqumli kasalliklarga, nur kasallikda, stresslarga chidamliligini oshirish uchun yuqumli xastaliklarda, buyrak kasalliklarida va moddalar bilan zaharlanganda xususiyat bo'lgan uchun askorbinoid kislota davolashda juda muhim o'rin tutadi. Endi esa yog'da eriydigan vitamin mahsulotlar, moddalar. Retinol, vitamin A, saryog', jigar, tuxum sarig'ida, ayniqsa ba'zi baliqlar va dengiz hayvonlari jigarlarida ko'p uchraydi. O'simlik mahsulotlarida vitamin A ning o'zi emas, uning provitaminlari, karotinlar mavjud. Karotin sabzi, ko'k piyoz, salat, shovul, qizil garmdori, qora smorodina, shaftoli o'riklarda mavjud. Vitamin A sintez yo'li bilan ham olinadi. Vitamin A yetishmovchiligida shilliq pardalar va teri quriydi, ko'z pardasi shilliq qavatlari qurib, kechqurun ko'rishning yomonlashuvi, ya'ni shakkirlik rivojlanadi. Vitamin A Vitamin A yetishmovchiligidagi kelib chiqadigan o't safrosi yo'qligining kislotalarning qonga o'tishi buziladi. Ya'ni vitamin A ham juda faol modda hisoblanadi va organizmda juda muhim o'rin tutadi. Vitamin D yog'da eruvchi vitaminlar guruhiga kiruvchi ushbu vitamin paratormon tirokalsitoid organizmda kalsiyning fosfor almashinuvini boshqarib, suyaklarda mineralizatsiyani ta'minlaydi. Vitamin D yetishmovchiligida bolalarda rahit kasalliklari, kattalarda osteomalizatsiya hamda osteoporozlar ro'y beradi. Bu kasalliklar asosan kalsiy va fosfor tuzlarining suyaklarda yetarli miqdorda yetib bormasligini, hatto suyaklardagi kalsiy hamda qonga o'tib, undan keyin organizmdan chiqib ketishi tufayli paydo bo'luvchi vitamin hisoblanadi. Vitamin D bizdagi yeydigan mahsulotlarimizda juda kam miqdorda uchraydi. Asosan vitamin D bizda quyosh nurida uchraydi, sintez bo'ladi terimizda. Vitamin K bu ham yog'da eruvchi vitaminlar guruhiga kiradi. Qon ketishiga qarshi ta'sir qiladi. Vitamin K ning vitamirin, sintetik modda, vikasol, vitamin K ning xususiyatlariga ega vitamin hisoblanadi. Ya'ni qon ketishda, qon ivishishida juda katta rol o'ynaydi ekan. Vitamin K organizmda yo'g'on ichak mikroflorasidan ham hosil bo'ladi. O'simliklarda, ismaloq, namatak mevalarida, pomidorlarda, jigarlarda mavjud hisoblanadi. Vitamin K qon ivishini omillaridan biri bo'lib, jigarda hosil bo'lishiga ta'sir etadi. Shuning uchun qonni quyultirish vitamini deb ham ataladi. Vitamin ishtirok etadigan qon tomir devorlarini mustahkamlab, ularning o'tkazuvchanligini kamaytiradi. Vitamin K yetishmovchiligida qonning ivish xususiyati miqdori kamayadi.
to'qimalarda qon talashlar ko'rinadi, tomirlar devori mo'rtlashadi, gemorragik diatezlar paydo bo'ladi. Yetishmovchiligida. Kuniga har xil oziq mahsulotlarni iste'mol qiling. Sabzavot, mevalar kunlik iste'molingizda 400-500 grammdan kam bo'lmasligi kerak. E'tibor bersangiz, ushbu joyda gram ishlatilgan. Vitaminlar kam miqdorda organizmga kiritilishi kerak degan so'zlar yuqorida ta'kidlab o'tdi. Gram yoki mikrogramlarda organizmga kiritiladi vitaminlar. Bordiya har bir kishi ovqatlanish qoidalariga amal qilsa 120 yil yashaydi deya bashorat qilgan Ahmad Donish. Ya'ni ratsional ovqatlanish juda muhim hisoblanadi. Ushbu slaydimizda siz vitaminlarning organizmda temir moddasini yaxshi so'rilishiga xizmat qilishini ko'rishingiz mumkin va vitaminlar qaysi mahsulotlarda borligini ko'rishingiz mumkin. Mevalar, klubnay, sabzavot, ko'katlar asosan vitaminlar tarkibini tashkil qiladi. Endi vitaminlar yetishmovchiligi natijasida kelib chiquvchi kasalliklar. Vitamin yetishmovchiligi organizmda A vitaminoz kasalligini keltirib chiqaradi va uning natijasida ushbu kasalliklar singa kasalligi, ko'pa yetishmovchiligi natijasida suyaklarning mo'rtlashuvi kuzatiladi. Slaydda ko'rishingiz mumkin. Endi gipovitaminoz qisman yetishmovchiligi. A vitaminoz organizmda vitamin yetishmovchiligi bo'lsa, tanqisligi. Gipovitaminoz vitaminning qisman yetishmovchiligi deb nomlanadi. Ya'ni bunda qanday jarayonlar ro'y beradi? Uyqusizlik, doimiy holsizlik, ta'sirchanlik, kuchli toliqish, xotiraning kuchsizlanishi va ishtahani pasayishi kuzatiladi. Faqatgina organizmda vitamin yetishmovchiligi kasalliklari vujudga kelmaydi. Albatta har bir vitaminni normada kiritish lozim bo'ladi. Shu jumladan vitaminlar miqdori organizmda oshib ketadigan bo'lsa, bu hipervitaminozga olib keladi. Hipervitaminoz, ya'ni vitaminlarni ortiqcha iste'mol qilish natijasida organizmda intoksikatsiya kelib chiqishi mumkin bo'lgan kasallik hisoblanadi. Ya'ni vitamindan zaharlanish kelib chiqadi. Bu kasallikka asosan kulturizm bilan shug'ullanadiganlar chalinadi. Bu sport turlari barchamizga tanish, chunki bular o'z gapida vaznni saqlash va ortiqcha vazn, yog'lardan o'zini himoya qilish maqsadida protein va vitaminlarni vrach nazoratisiz o'z boshimchalik bilan ko'proq iste'mol qilish natijasida kelib chiqar ekan va bularda vitaminlardan zaharlanishlar ro'y beradi. E'tiboringiz uchun rahmat. Barcha menimcha ma'lumotlarni diqqat bilan tingladi deb o'ylayman. Suraya Shafqatona, siz bizga unga vazifa qilib o'tilgan mavzuni takrorlash va yangi mavzuga tayyorlab kelish vazifasi berilgan edi. Bizlar shundan foydalanib, hozir zamon talabiga sun'iy intellektni rivojlanib turibdi. Shuning uchun biz sizga videorolik tayyorlab kelganmiz. Marhamat, ko'p rahmat. Bilan texnikumdagi vitaminlarni gapirtiramiz. Qani ketdik. Qani endi vitaminlarni qidiramiz. Qayerdasizlar? Qani talabalar, men qaysi mahsulotlarda mavjudman gapiringlarchi. Endi B12 vitamin haqida gapirib berasizlar. Meni taniysizlarmi o'zi? Qani endi navbat menga. Endi C vitamini haqida eshitamiz. Qani vitaminlar bo'ldi. Oshxonada bo'lib mevalardan intervyu olay o'zim. Oilaviy dorixonadan bebaho maslahatlar. Men D vitaminiman. Suyaklaringizni, mushaklaringizni va immun tizimingizni qo'llab-quvvatlayman. Meni och qoringa ichmang. Yaxshi so'rilishim uchun tarkibida ozgina yog' bo'lgan ovqat bilan birga qabul qiling. Men omega 3 man. Yurak va miya faoliyatini qo'llab-quvvatlayman. Agar meni yolg'iz ichsangiz, og'izda baliq hidlikka kirish bo'lishi mumkin. Ovqat bilan ichsangiz yengilroq bo'ladi. Men magniyman. Mushaklar va asab tizimini qo'llab-quvvatlayman. Meni kechqurun iching tinchlantiruvchi ta'sirim bor va uyqu bosishi mumkin. Men temirman. Qoningiz kislorod tashishiga yordam beraman. Temir yetishmovchiligi esa charchoqqa olib keladi.
Meni C vitamini bilan birga iching. Men vitamin C. Mensiz temir so'rilmaydi, kollagen ishlamaydi. Pulingni havoga sovurmay desang, meni aslo unutma. Men kalsiyman, men temir va ruhni bloklayman. Bizni aralashtirma, oramizda 4 soat farq bo'lsin. Agar men ular bilan birga ichsang, men ularni shunchaki tepib yuboraman. Qani ertalab och qoringa qabul qiling. Men biotinman, sochni tezda o'stiraman. Lekin ehtiyot bo'l. Agar yuzingga toshma toshsa, o'sha zahoti ichishni to'xtat. Salom, men kiviman. Bir dona kivida o'rtacha 40 kaloriya bo'ladi. Shirin bo'lsam ham semirtirmayman. Hazm qilishni yaxshilayman. Ochlik hissini yo'qotasiz men bilan. Salom, men olmaman. Hazmni yaxshilayman. Ich qotishini kamaytiraman. Xolesterinni kamaytiraman. Qon tomirlarini qo'llab-quvvatlayman. Salom, men limonman. Immunitetni kuchaytiraman. Shamollashni oldini olaman. Terini sog'lom qilaman va kollagen hosil bo'lishiga yordam beraman. Qon bosimingiz balandmi? Mening sharbatimni iching. Men balandman. Asabingiz joyida bo'lmasa, meni tanlang. Kaliyga boyman. Yurak va mushaklar uchun foydaliman. Energiya beraman. Men ananasman. Ovqat hazm bo'lishiga yordam beraman. Tanani tozalayman va kayfiyatni ko'taraman. Lavlagiman. Men qonni ko'paytiraman. Yurak faoliyatini yaxshilayman. Jigarni tozalayman. Xotirani yaxshilayman. Men ukropman. Men bilan faqat tarelka bezatman. Menda antioksidantlar juda ko'p. Meni ko'proq iste'mol qilsang, vitamin C beraman va qand kasalligini nazorat qilaman. Men petrushkaman. Meni tanam K vitamini bilan to'yingan. Men ovqat hazm qilish uchun tez yordamman. Tanangdagi ortiqcha suvni chiqarib yuboraman. Men kashnichman. Men organizmingdagi xolesterinni me'yorlashtirib, qondagi og'ir metallarni yo'qotib beraman. Men bulg'or qalampirman. C vitamini bilan teringni porlataman, ko'zingni asrayman, ammo gastriti borlar meni ko'p yesa, biroz og'riq berishi mumkin. Men ismaloqman. Suyaklaringni mustahkamlayman, tanangga quvvat beraman. Maslahatim, meni uzoq pishirmang. Folat va C vitaminim kamayadi. Men sabziman. Ko'rishingni ravshan qilaman. Vitaminlarga boyman. Meni sharbatimni biroz sariyog' bilan ichsang, burgutday tiniq ko'ra boshlaysan. Men brokkoli. Ichaklarni tozalayman. Vitaminlarga boyman, ammo 3 daqiqadan ko'p pishganimda foydali vitaminlarim kamayib ketadi. Biz tabiiy vitamin manbaimiz. Bizni tez-tez iste'mol qiling. Rahmat. Albatta hozirgi kun talabi sun'iy intellekt juda muhim va bu usul orqali asosan hamshiralarning vazifasi kasalliklarni oldini olish, ya'ni agitatsiya bilan shug'ullanish. Bu usul orqali insonlarga sodda va qisqa ma'lumotlarni yetkazish oson bo'ladi. Uyga vazifani yaxshi bajargansiz va endi ma'lumotlar haqida qanday xulosa va ma'lumotga ega bo'lganingiz va darsni hozirgi slaydimizni qanday diqqat bilan eshitganingizni sizlarda tekshirib o'tamiz. Endi sizlarni hozirgi ma'lumotlarni bilishingiz ushbu usulda tekshirib o'tamiz, ya'ni 2 qismli kundalik usuli. Ushbu usulda siz bugungi ma'lumotlarni qanday eshitganingiz va ushbu mavzumizning asosiy qismlaridan iborat bo'lgan 2 qismli kundalik diagrammasini tayyorlab kelganman va ikkala guruh hozirgi ma'lumotlarni qay darajada eshitganini tezlik bilan yozib ko'rsatadi. Menimcha, vaqtni olmaslik uchun har guruhdan 2 ta o'quvchini doskaga chiqarsa yaxshi bo'ladi. Yordamlashishni marhamat. 2 qismli kundalikda klassifikatsiyasi yoziladi. Ya'ni klassifikatsiyasini hozir gapirib o'tdim sizlarga. Klassifikatsiyasi bo'yicha vitaminlar guruhlarga bo'linadi. Ushbu usul uchun 5 daqiqa vaqt ajratiladi. Vaqtdan oldin bajargan guruh qo'shimchalar va kartochkasi bilan baholanadi.